Assalomu alaykum. Biz Jizzax shahridamiz. Akustik eshitish markazimizni Jizzax shahridagi filiali Jizzax shahar shifokorlar ko'chasi 8-A uyda joylashgan. Mo'ljal Respublika shoshilinch tibbiy yordam Jizzax filialiga kiraverishda o'ng qo'ldagi binoda joylashgan. Biz bugun sizlarga bu yerdagi xodimlarimiz bilan tanishtiramiz va ularning tavsiyalariga quloq solamiz. Siz ushbu markazimizga tashrif buyurganingizda sizni birinchi bo'lib administratorimiz kutib oladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Siz o'z muammolaringizni administratorimizga tushuntirganingizdan so'ng sizga kerakli mutaxassisga yo'naltirishadi. Xo'p, ushbu filialimiz boshlardikmi? Ushbu filialimiz yangi filiallarimizdan bo'lib, 1,5 yildan oshiq faoliyat yurgizib kelmoqda va shundan buyon bu yerda Bobojon va Nasibaxon o'z faoliyatlarini yurgizmoqdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, masalan, mana 1,5 yildan oshiq faoliyat yurgizyapsizlar. Bu yerga tashrif buyuruvchi mijozlarimizda qanday taassurotlar bor bu yerga kelganlarida? Bizga kelgan mijozlarimiz qulayliklari bo'lgani uchun Toshkentga borishgan, oldin bitta batareyka oddiy fiqladish uchun ham Toshkentga borishgan. Hozirda mijozlarimiz mamnun, Jizzaxdan ochilganiga audiogramma qilib, o'zimiz tekshirib, apparatlarni qo'yib, tanlab beryapmiz. Mijozlarimiz juda ham xursandlar Jizzaxdan ochilganiga. Oddiy batareyka fiqladishlarni ham o'zimizdan kelib xarid qilib ketishyapti. Hammalari xursand. Demak, hozir siz oldin Toshkentga borib ishni bitirganlar qo'rqmasdan shu yerga kelib, xohlasa quloqni ichiga, xohlasa quloqning orqasiga sizga buyurtma asosida o'z eshitish moslamalariga buyurtma berishlari mumkin. Quloq ichiga ham, quloq orqasiga ham apparatlarimiz bor. Individualniy vkladishlar ham bor. Hamma qulayliklar Toshkentda qanday qulayliklar bo'lsa, bizning Jizzax filialimizda ham xuddi shunday qulayliklar bor. Agar o'rtacha mana shunday individualni buyurtmalarga hozirda qancha vaqt ketyapti? Qancha vaqtda misol buyurtma bergandan so'ng qo'llar bilan qabul qilib olishyapti? Mijoz kelgandan keyin quloqlardan qolip olamiz. Qolip olgandan keyin o'zi jo'natamiz. 3 kun ichida tayyor bo'ladi. 3 kun ichida tayyor bo'lib, mijozimiz xursand bo'lib taqib ketishyapti. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, rahmat.